Assalomu alaykum, hurmatli baliq ov ishqibozlari. Meni ismim Damir. Men Camel Fishing Team komandasining a'zosiman. Bugun sizlarga Camel Fishing Teamning feederli prikормkasini tayyorlash usulini ko'rsataman. Bugungi ishlatadigan yemimiz myod, ya'ni asal va baza. Nega baza deb so'rasangiz, chunki baza kuchli aromatni kamaytirib beradi. Asalli prikormkamiz kuchli aromatlar turiga kiradi. Yana baza haqida ikki so'z aytib o'tmoqchiman. Bazani o'zini hamda har xil turdagi aromat bilan va xohlagan rangingizga bo'yasangiz bo'ladi. Baza yemimiz seriyasida universal hisoblanadi. Mana 2 kg asalli prikormkamizni sog'oldik. Endi bunga baza qo'shib o'ramiz. Kuchli aromatlar ba'zida baliqni boqqan joyimizdan cho'chitib yuborishi mumkin. Shu omilni inobatga olgan holda kuchli aromatni kamaytirdik. Yemni quruqlayin bir marotaba aralashtirib olamiz, keyin suv qo'shamiz. Men bugun shamaya balig'ini olamoqchiman. Shuning uchun menga yengil kislorod bilan boyitilgan prikorm ko'rikmasi kerak bo'ladi. Buni tayyorlashda 1 kg yemimizga taxminan 200-250 g suv qo'shiladi. Shunda yemimiz yengil va suv yuzasiga tushgandan ishlashni boshlaydi. Suv qo'shib oldik, endi aralashtiramiz. Yemimizni 2 marotaba ozgina suv qo'shib aralashtiramiz. Hamma qo'shgan ingrediyentlar suvga to'yib olish uchun. Keyin yemni 10-15 minutga xoli qo'yib, bir marotaba elakdan o'tkazamiz. Shunda yemimiz, ya'ni bir xil fraksiyada ham kislorodga to'yingan bo'ladi. Yemimiz tayyor. Hurmatli baliq ovi ishqibozlari, Camel Fishing Team jamoasi bilan birgalikda baliq ovlang.